Assalomu alaykum. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa ana shu qacharda sotamiz. 4 oydan beri yemda turgan mol. Mol 100% qisir. Bahosi 21. Sal gelishamiz ko'p emas. Mol 200 kilodan og'ir keladi. Xudo xolasa 20 kelami, 30 kelami. Balkim bir yaxshi niyat bilan to'y qilaman deb yurgan insonlar bo'lsa, men diklay olib bilinman. So'yib o'lchab berasanmi desa, kelishamiz beraman. 4 bo'lib yog'i hamma vaji bilan taraza tashaladi. Yurak bag'ri bilan. 100 ming so'mdan o'tadi tarazadan. Kalla qarin tuyoqi to'ychiga padarka bo'ladi. Chunki men qassobni rozi qilishim kerak, shopirni rozi qilaman. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Qo'shko'pir, Xo'shnut doktor. O'ta sifatli mol. Endi 95-90 dan ham beradigan odamlar topilishi mumkin. Lekin molni sorti bo'lakdan. Shunga e'tibor beringlar.